Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uramiz. Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti maslahatchisi Eronni mintaqa uchun uzoq muddatli asosiy tahdid deb atadi. Mintaqa uchun Birlashgan Arab Amirliklari va boshqa davlatlar uchun Eron uzoq muddatli tahdid ekanligi endi juda aniq bo'lib qoldi, dedi Anvar Gargash. AQSh va Yevropa ittifoqi muhim foydali qadamlar bo'yicha hamkorlik to'g'risidagi bitimni imzoladi. AQSh harbiy havo kuchlarining 12 ta F-18 qiruvchi samolyoti Birlashgan Arab Amirliklariga yetib bordi. AQSh harbiy havo kuchlarining 12 ta F-18 qiruvchi samolyoti Portugaliyadagi aviabazadan uchib ketganidan so'ng Birlashgan Arab Amirliklariga qo'ngan. Avvalroq AQSh qurolli kuchlar markaziy qo'mondonligi so'nggi 30 yilda ilk bor Yaqin Sharqda bir vaqtning o'zida 3 ta Amerika aviatashuvchi kemasi harakat qilayotganini e'lon qilgan edi. Amerika mudofaa vaziri Pete Hegseth AQSh armiyasini har yili Nobel mukofotiga loyiq deb atadi. Har yili Nobel tinchlik mukofotini olishga loyiq bo'lgan yagona muassasa bu AQSh qurolli kuchlaridir, dedi u. Hegseth Yevropa va Osiyoni AQSh himoyalab kelganini da'vo qilmoqda. Yevropa va Osiyo 10 yillar davomida bizning himoyamizdan foydalanib keldi. Amerika va erkin dunyoga qobiliyatli hamda sodiq ittifoqchilar kerak. Birovning hisobidan yashash vaqti tugadi, dedi AQSh urush vaziri. Xitoy Yevropaning yirik mudofaa kompaniyalariga nisbatan sanksiya joriy qildi. Xitoy Tayvan bilan qurol-yarog' sohasida hamkorlik qilgani sababli Yevropaning 7 ta kompaniyasiga, jumladan Germaniyaning Hensoldt va Belgiyaning Browning firmalariga 2 xil maqsadli fuqarolik va harbiy tovarlar eksportini taqiqlagan. Ushbu taqiq shuningdek 3 tomonlarning Xitoy butlovchi qismlarini mazkur kompaniyalarga qayta eksport qilishini ham to'xtatadi. Abbos Aroqchi Islomobod, Maskat va Moskvaga safarini boshlamoqda. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi kecha tunda Islomobod, Maskat va Moskva shaharlariga tashrif buyurgan holda mintaqaviy safarini boshlaydi. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, rossiyalik boylar Yangi Zelandiyada 3-jahon urushi xavfi sababli bunkerli uylarni sotib olishmoqda. Xavfsiz mamlakatga talab 3 barobar oshgan. Oakland, Wellington va Christchurch shaharlari ko'rib chiqilmoqda. Ayni paytda bu shaharlarda uy-joylarning narxi $300,000 dan $2,5 million gacha ko'tarilib ketgan. Eron parlamenti tomonidan e'lon qilingan neft tankerlarining Hormuz bo'g'ozidan o'tishi uchun yangi qoidalar. O'tishga ruxsat olishdan oldin bojlarni Eron rialda to'lash, barcha shartnomalarga Fors ko'rfazi nomini kiritish, Eronga qarshi urushda ishtirok etgan davlatlar bilan bog'liq kemalar tomonidan kompensatsiya to'lash. Quyidagilari uchun bo'g'ozdan o'tishga butun umr ruxsat berilmaydi. Isroil bilan bog'liq kemalar, Eronga qarshi sanksiyalar qo'llaydigan yoki Eron aktivlarini blokirovka qilishda ishtirok etayotgan davlatlar, Qo'shma Shtatlar kabi dushman davlatlarning harbiy kemalari. Rossiya NATO mamlakatlariga yillar ichida emas, balki kelgusi oylarda hujum qilishi mumkin, dedi Polsha bosh vaziri Donald Tusk. Bu haqiqatdan ham jiddiy. Men qisqa muddatli yillar emas, balki oylar haqida gapiryapman, dedi Polsha bosh vaziri. Polsha bosh vaziri shuningdek, NATO va AQSh hujum bo'lgan taqdirda Yevropani himoya qilish majburiyatlarini bajarishga chinakamiga tayyormi yoki yo'qmi degan savolga javob berdi. Men 5-modda hali ham amal qilishiga ishonishni istayman, lekin ba'zida albatta savollarim bor. Tuskning so'zlariga ko'ra, Yevropaga nafaqat qog'oz kafolatlar, balki real kuchlar, logistika,
va qattiq javobga tayyorgarlik ham kerak. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez Isroilni xalqaro huquqni buzishda ayblab, Yevropa ittifoqini chora ko'rishga chaqirdi. Yevropa ittifoqi va Isroil o'rtasidagi hamkorlik shartnomasining 2-moddasi va gumanitar huquqqa amal qilish haqida ekanligini eslatib o'tish muhimdir. Shuni ochiq aytish kerakki, Isroil na Livanda, na g'arbiy sohilda va na G'azoda bunga amal qilmoqda. Bu bizni nafaqat chuqur mulohaza yuritishga, balki harakat qilishga ham undashi lozim, dedi Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez. Biz zudlik bilan 18 yoshlilarni safarbar qilishni boshlashimiz kerak. Chunki yoshlar sog'lomroq va g'ayratliroq. Ularning hali oilasi yoki bizneslari yo'q, dedi Ukraina qurolli kuchlari 413-reyd polkining komandiri. AQSh harbiylari Eronga qarshi urush davomida 1000 dan ortiq uzoq masofali Tomahawk raketalari va 1,5 mingdan 2000 gacha turli xil zenit raketalarini, jumladan Txat va Patriotni otgan. Wall Street jurnali. AQShning o'q-dori zaxiralarini to'ldirish uchun endi kamida 6 yil kerak bo'lishi taxmin qilinmoqda. Pentagon Ispaniyaning NATOdagi a'zoligini to'xtatib qo'yish masalasini muhokama qilmoqda. Buning sababi mamlakatning Eronga qarshi urushda Qo'shma Shtatlarga yordam berishni istamasligi, deb xabar beradi Reuters manbaga tayanib. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, bunday choralar NATO ittifoqchilariga aniq signal yuborishga qaratilgan bo'lib, maqsad yevropaliklar orasida imtiyoz tuyg'usini susaytirishdir. Pedro Sanchez Ispaniyaning NATOdagi o'rnidan xavotirda emasligini bildirdi. Ispaniya barcha majburiyatlarini bajarayotgan NATOning ishonchli a'zosi. Shuning uchun men mutlaqo xavotirda emasman, dedi Ispaniya bosh vaziri. Shuningdek, Sanchez Ispaniya ittifoqchilar bilan to'liq hamkorlik qilish tarafdori ekanini, ammo bu har doim xalqaro huquq doirasida bo'lishi kerakligini tasdiqladi. Trump, Uytkov va Kushnerni kelayotgan dam olish kunlari Pokistonda Eron bilan bo'ladigan muzokaraga yuboradi. CNN AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance navbatdagi muzokaralarda ishtirok etishni rejalashtirmayapti. Biroq u muzokarada ijobiy siljish bo'lgan taqdirda Islomobodga uchib ketish uchun shay holatda bo'ladi, deb xabar bermoqda nashr. Ukrainani Yevropa ittifoqiga qabul qilishning aniq sanasini ayta olmaymiz. Bu mezonlar va talablarga asoslangan juda uzoq jarayon. Ammo Bryussel Kiyevning porloq kelajagiga ishonadi, dedi Yevropa Kengashi rahbari Antonio Costa. Hindiston Trumpning mamlakatni do'zax deb ataganini keskin qoralab chiqdi. Mamlakat tashqi ishlar vazirligi AQSh rahbari Donald Trampning Hindiston haqidagi haqoratli gaplarini asossiz va noo'rin deb atadi. Trump radio shoulardan birida tug'ilganlik bo'yicha fuqarolik berish tizimini tanqid qilar ekan, New Delhi va Xitoyni do'zax deb atagan. Rasmiy Dehli bunday izohlar ikki davlat o'rtasidagi o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlarga mutlaqo zid ekanligini bildirdi. Hindiston muxolifati ushbu gaplarni anti-hindistoncha deb atab, bosh vazir Narendra Modidan Trumpga keskin norozilik bildirishni talab qilmoqda. AQSh elchixonasi esa Trumpning Modi bilan qalin do'st ekanini aytib, vaziyatni yumshatishga urindi. Ushbu mojaro Qo'shma Shtatlarda 5,5 million hindistonlik istiqomat qilayotgan va ikki davlat yagona savdo kelishuvlari ustida ishlayotgan muhim pallada yuz berdi.